Diyor yangiliklar axborot dasturi davom etadi. Birodarlashgan maktablar loyihasi doirasida Koreyadagi Daegu yuqori maktabi hamda Hamseong o'rta maktabining bir guruh o'qituvchi va o'quvchilari Buxoroda bo'lib, koreys tiliga ixtisoslashgan 42-maktab faoliyati bilan yaqindan tanishdi. O'ziga xos tarzda milliy qadriyatlar uyg'unligida tashkil qilingan tadbirda mehmonlar katta ishtiyoq bilan ishtirok etishdi. Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi va Koreya Respublikasi elchixonasi huzuridagi Koreya Respublikasi ta'lim markazi hamkorligida olib borilayotgan birodarlashgan maktablar loyihasi doirasida Koreyaning Daegu yuqori maktabi hamda Hamseong o'rta maktabining delegatsiyasi yana Buxoroda. 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan afzal. Mehmonlar ham bu qoidaga amal qilishdi va barchasini o'z ko'zlari bilan ko'rishga ahd qildilar. Buxoro shahridagi 42-koreys tiliga ixtisoslashgan maktab jamoasi ularni iliq qarshi oldi. Jarayonlar mehnat darsi bilan boshlandi. 일단 학생들이 전통 수업을 다양하게 배우는 것도 좋고. Biz Buxoroga tashrif chog'ida bunday iliq munosabatlardan juda mamnunmiz. Bizning Daegu yuqori maktabimiz hamkorlik uchun eng munosib maktabni tanladi deb o'ylayman. O'tgan yili 42-maktab o'quvchilari va ustozlari bizning maktabimiz bilan tanishib qaytishgan edi. Hamkorlik aloqalari hali uzoq yillar davom etadi deb o'ylayman va eng muhimi bu hamkorlik o'zining natijasini albatta beradi. Ta'kidlash lozim, 2023-yilda Daegu shahri yuqori maktabi bilan hamkorlik memorandumi imzolangan. Aka-uka maktablar loyihasi doirasida o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida amaliy tajriba almashish yo'lga qo'yilgan. Bugungi dars ham shu muloqot maydonini yanada kengaytirdi. 일단 국제 교육 교류를 통해서 Men Buxoroga birinchi bor kelishim. Bu yerdagi iliq muhitni kelishim bilan his qildim. Kelgusida Hamseong o'rta maktabi hamda 42-maktab bilan o'zaro tajriba almashishga tayyormiz. Biz bu uchun barcha hozirlikni ko'rishga shaymiz. Koreyalik ustozlar dars jarayonida o'quvchi bilan ishlashda ko'proq uning o'ziga qo'yib berish amaliyotidan foydalanishadi. Xatolar va kamchiliklar albatta mukammal san'at asariga poydevor deyishadi ular. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ishtirokidagi bu darsda ham shunday bo'ldi. 저희 나라에도 모자가 있는데 이렇게 Dars jarayonida o'quvchining mehnat bilan mashg'ul bo'lishi bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Bugun o'zbek milliy do'ppisini o'z qo'llarimiz bilan yaratdik. Milliy urf-odatlar haqida ma'lumotlar oldik. O'quvchilarning ishtiyoqiga kelsak, bu alohida bir mavzu. Hamkorligimizning ilk qadamlari bugun katta tashabbuslarga aylanayotganidan juda ham xursandmiz. Ta'limdagi xalqaro hamkorlik ertaning porloq yuzi o'quvchilarning maktab partasidayoq kasb tanlash imkoniyati degani. Bu tashrifdan ko'zlangan maqsad ham shu: eng yaxshisini millat kelajagi uchun tatbiq etish va eng yaxshi o'quvchilarni tarbiyalash. Koreyalik ustozlar va o'quvchilar delegatsiyasining Buxoro bo'ylab tanishuvlari davom etmoqda.